Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Navbatdagi mavzumiz 84-mavzu parallelipiped va kub mavzusi ekan. Demak, yondosh mavzu sirk, parallelipiped, kub, kuboid. Xo'sh, demak, parallelipiped nima, kub nima, kuboid nima, shular haqida. Demak, bugungi mavzumiz misollarni, masalalarni yechish davomida ma'lumotga ega bo'lamiz. Xo'sh, mana bu yerda birinchi masala og'zaki bajaring debdi. Faqat hajmli shakllar nomini ayting debdi. Xo'sh, hajmli shakl bo'lish uchun o'quvchilar, demak, o'sha shaklni ichiga nimadir solib bilsak, u hajmli shakl bo'ladi. Xo'sh, ya'ni fazoviy shakllar hajmli shakl hisoblanadi. 3 o'lchamga mos shakllar. Xo'sh, biz bilgan 4 burchak, 3 burchak bular 2 o'lchamlik. Xo'sh, 3 o'lcham bo'lsa, demak, u fazoviy shakllar hajmga ega bo'ladi. Ya'ni o'sha hajmli narsalarni ichiga qandaydir narsa solish mumkin bo'lgan narsalar hajmli shakl hisoblanadi. Demak, mana masxarabozni atrofiga hajmli shakllar bor ekan, shularni toping deyapti. Xo'sh, mana bu 4 burchak. Xo'sh, bu hajmli shakl hisoblanmaydi. Xo'sh, mana bunisi parallelipiped. Ya'ni bu burni qutisini ko'rgan bo'lsangiz yoki pechene, shokoladlarni korobkasiga o'xshaydi. Demak, mana parallelipiped deyiladi. Bu bo'la oladi. Xo'sh, bu piramida. Xo'sh, televizordan Misr piramidalarini ko'rsatgan payt ko'rgan bo'lsangiz, xo'sh, bu piramida, buni ham hajmi bor. Xo'sh, bunisi. Xo'sh, bu silindr nomi. Demak, buni ham qirrali silindr bu. Xo'sh, buni ham ichiga narsa solib bo'ladi. Bu ham bo'ladi. 3 burchak bo'lmaydi. Xo'sh, demak, mana bu shar deymizmi? Xullas, bu bo'ladi. Xo'sh, mana bunisi kub bo'ladi. Xo'sh, bu doira. Xo'sh, bu bo'lmaydi. Xo'sh, mana bu kvadrat, bu ham bo'lmaydi. Xo'sh, demak, hajmli shakllar nechta ekanligini topamiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta shakl hajmli ekan. 1, 2, 3, 4 tasi hajmga ega emas. Nomini ayting degan. Parallelipiped, piramida, qirrali silindr, xo'sh, shar, kub. Demak, mana hammasi nomini aytib chiqdik. Ikkinchi masalamiz, demak, o'quvchilar og'zaki bajarish kerak ekan. Bunda ham ikki xil shakl berilgan. Birinchisi to'g'ri burchakli parallelipiped, bunisi esa kub. Kubning hamma qirralari, tomonlari, ya'ni yuzalari ham bir-birovga teng bo'ladi. Parallelipipedga esa qarama-qarshi devorlarining yuzasi bir-birovga teng bo'ladi. Xo'sh, demak, to'g'ri burchakli parallelipiped va kubning qanday umumiy jihati bor? Demak, umumiy jihati, xo'sh, burchaklari to'g'ri burchak bo'ladi. Ikkalasida ham. Demak, bunda ham, xo'sh, kubda ham hamma burchaklari to'g'ri burchak bo'ladi. Umumiy jihati shu. Xo'sh, endi ular bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Xo'sh, bir-biridan, demak, kubning hamma tomonlari, qirralari, yuzalari, tomonlari, yuzalari bir-birovga teng bo'ladi. Parallelipipedda esa, demak, qarama-qarshi tomonlari bir-birovga teng bo'ladi. Xo'sh, mana bu tomon bilan bunisi, bu bilan bunisi teng. Xo'sh, bu bilan bu bilan bunisi va pastdagilari ham bir-birovga teng bo'ladi. Xo'sh, ana endi agar kubning bir tomonini siyohga botirib, qog'ozga o'sha tomonning izi tushirilsa, qanday shakl hosil bo'ladi? Mana bu kubning deyapti. Mana shu oldinga bizga ko'rinib turgan tomonni siyohga botirib, shunday o'sha qog'ozga botirsak, qanday shakl hosil bo'ladi? Mana ko'rib turibmiz. Mana shu bizga ko'rinib turgan tomon kvadratdan iborat. Demak, bizga, demak, kvadrat shakli hosil bo'ladi. Nimachi kvadrat? Chunki hamma tomoni bir-birovga teng bo'lgan payt shuni qog'ozga bostirib oldik o'shani. Demak, kvadrat shakli hosil bo'ladi. Agar to'g'ri burchakli parallelipiped tomonlarining izlari tushirilsa-chi, demak, to'g'ri burchakli parallelipipedni mana shu tomonni siyohga botirib, mana bu yerga bostirib olsa deyapti, qanday shakl hosil bo'ladi? Xo'sh, bu igroq ketdi.
mana shunga o'xshash shakl hosil bo'ladi. Bu to'g'ri burchakli, to'g'ri to'rtburchak, to'g'ri burchakliman, demak to'g'ri burchak. Keling, shuni boshqatdan chizaylik. O'xshamadi. Egriroq bo'ldi-da tomoni. Mana xo'sh, mana bu, demak birlashtirsak, mana shunday to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi. Demak, kvadratni tomonini siyohga bostirib olsak kvadrat, parallelpedni tomonini siyohga bostirib bostirsak to'g'ri to'rtburchak hosil bo'lar ekan. Mana bu yerda o'quvchilar, demak kub va to'g'ri burchakli parallelped haqida ma'lumotlar berilgan. Xo'sh, demak mana bu kub. Xo'sh, mana bu yeri uchi deyilar ekan. Xo'sh, demak kubni nechta uchi borligini aniqlaydik. Mana bu 1. Xo'sh, bu 2, bu 3, bu 4, 5, 6, 7, 8. Demak kubning 8 ta uchi bor. 8 ta uchi bor ekan. Xo'sh, mana bunisi esa, ya'ni mana bu kesmalari qirralar deb nomlanar ekan. Xo'sh, qirralar nechtaligini topib olaylik. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Xo'sh, 10, 11, 12. Demak 12 ta qirrasi bor ekan. 12 ta qirrasi bor. Kubning hamma qirralari bir-biriga teng bo'ladi. Xo'sh, yo'qlari degani ana shu bizga ko'rinib turgan devorlari yo'qlar deyiladi. Xo'sh, bular nechtaligini sanaylik. Mana bu 1 biz tomon ko'rinib turgan. Xo'sh, uni orqasi 2. Xo'sh, mana bu 3, bu 4, mana bu tomi 5, mana bu osti esa 6. Demak 6 ta yo'q bor. Xo'sh, bunisi esa to'g'ri burchakli parallelped. To'g'ri burchakli parallelpedning, demak, qirralari bir-biridan farq qiladi. Xo'sh, mana bu to'g'ri burchakli parallelpedning uchi ekan. Demak, bunga ham uchlar soni 8 ta. Xo'sh, bunga ham 8 ta uchi bor. Xo'sh, qirralari nechta? Demak, bunga ham qirralari, ya'ni mana bu tomonlari nechta? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ta qirrasi bor buni ham. Xo'sh, yo'qlari esa, ya'ni devorlari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, 6 ta yo'q bu. Xo'sh, o'quvchilar, parallelped deganda biz ko'z oldimizga, xo'sh, o'zimizni xonamizni, uyimizni tushunishimiz mumkin. Sinf xonasinimi shuni tushunish mumkin, ya'ni ko'z oldimizga keltirishimiz mumkin. Kub deganda, xo'sh, hamma tomonlari teng bo'lgan kubik o'yinchog'i bor-ku, o'shani ko'z oldimizga keltirsak bo'ladi. Xo'sh, ularni bir-biridan farqi, bunga hamma tomonlari, devorlari, hamma joyi teng bo'ladi. Xo'sh, bunga esa qarama-qarshi tomonlari, yo'qlari bir-biriga teng bo'ladi. Xo'sh, demak, mana bu parallelped va kub haqida ozgina ma'lumot edi. 3-masala tadqiqot loyihasi. Kuboid va kubning xususiyatlarini o'rganish. Xo'sh, demak, ularning yo'qlari, qirralari va uchlarini sanang. Jadvalni daftaringizga to'ldiring. Xo'sh, demak, mana bu yerda to'g'ri burchakli parallelped va kubni yo'qlari, qirralari nechtaligi so'ralgan. Demak, biz biroz avval hammasini sanab o'tdik va o'shalarni shu yerda yozamiz. To'g'ri burchakli parallelpedning yo'qlari, demak, 6 ta. Kubda ham 6 ta. Xo'sh, qirralari 12 ta. Kubda ham 12 ta. Xo'sh, uchlari 8 ta. Kubning uchi ham 8 ta. Xo'sh, bu esa to'g'ri burchakli parallelpedning qarama-qarshi yo'qlarini solishtiring. Bu yo'qlar haqida nima deyish mumkin? To'g'ri burchakli parallelpedning yo'qlari, ya'ni qarama-qarshi yo'qlari bir-biriga teng bo'ladi.
Xo'sh, yozamiz. Bir birovga teng bo'ladi. Xo'sh, o'quvchilar, mana bu yerda men tasavvur paydo bo'lishi uchun kubning va parallelipedning rasmlarini joylashtirdim. Xo'sh, mana shunga qarab savollarga javob beraveramiz. Aytyapti, to'g'ri burchakli parallelipedning qarama-qarshi yoqlarini solishtiring. Mana bu to'g'ri burchakli paralleliped qarama-qarshi yoqlari degan payt mana bu devori bilan bu devori, xo'sh, mana bu tepasi bilan mana pasti bizga ko'rinib turgan tomoni bilan orqasi bir-birovga teng bo'ladi. Ya'ni yuzalari jihatdan. Kubning barcha yoqlarini solishtiring, ular haqida nima deyish mumkin? Mana bu kub yoqlari, mana bu devorlarni bir-birovga solishtiring deyapti. Demak, 6 ta yoq bor, bular hammasi bir-birovga teng. Xo'sh. Hamma yoqlari teng. Xo'sh, keyingi shart. Kuboid qirralarining uzunliklarini solishtiring. Uning nechta bir xil qirralari bor, nechta turli qirralar mavjud. Xo'sh, kuboid nima ekan deb hayron bo'lishlaringiz mumkin o'quvchilar. Kuboid bu to'g'ri burchakli parallelipedning boshqacha nomlanishi. Xo'sh, kubda hamma yoqlari kvadratlardan iborat bo'lsa, demak, kuboidda mana bunda qarama-qarshi yoqlari bir-birovga teng bo'ladi. Kuboidning qirralari uzunliklarini solishtiring, uning nechta bir xil qirralari bor. Xo'sh, qirralarni solishtiring deyapti. Nechta bir xil bor? Qarang, mana bu bilan bu, xo'sh, bu bilan bu, 4 tasi bir xil. Xo'sh, bu bilan bunisi va pastdagi bilan mana bunisi bir-birovga teng. Demak, uning nechta bir xil qirralari bor? 4 ta bir xil qirralari bor. Bir xil qirralari bor. Demak, mana bu 4 talasi bir xil va mana bu 4 talasi bir xil. Xo'sh, nechta turli qirralar mavjud? Xo'sh, turli qirralar e'tibor beradigan bo'lsak, turli qirralari mana bu bitta, bu ikkita turli qirrasi bor. Demak, ikkita turli qirralari bor. Kubning nechta bir xil qirrasi bor? Kubning qirralari, demak, 12 ta qirrasi bor, hammasi bir-birovga teng. Nechta bir xil qirrasi bor desa, 12 ta bir xil qirrasi bor. Xulosa chiqaring. Kubni to'g'ri burchakli parallelipedning turlaridan biri deyish mumkinmi? Xo'sh, demak, kubni deyapti, to'g'ri burchakli parallelipedning turlaridan biri deyish mumkinmi? Ha, deyish mumkin. Xo'sh, faqat bu xususiy holat. Ya'ni to'g'ri burchakli paralleliped desak ham bo'ladi. Hamma yoqlari, tomonlari, qirralari bir-biriga teng bo'lganligi uchun bu kub deyiladi. Ya'ni xususiy nomi buni. Xo'sh, bu esa kuboid, to'g'ri burchakli paralleliped deb nomlanadi. 4-masala, bu shakl qanday ataladi? Daftaringizga yozing. Xo'sh, demak, bu shakl to'g'ri burchakli paralleliped deyiladi. Bu shaklning barcha uchlarini yozing debdi. Xo'sh, uchlari. Demak, birinchi uchlarini yozamiz. To'g'ri burchakli parallelipedning 8 ta uchi bor degandik. Xo'sh, uchlari. A dan boshlaymiz. A, xo'sh, B, C, D, mana A, B, C, D, xo'sh, M, N, xo'sh, K, ya'ni K va L uchi mavjud, 8 ta uchi bor. Xo'sh, B esa bir-biriga teng bo'lgan barcha qirralarni yozing debdi. Xo'sh, qirralari. Mana bu AK qirra bilan, xo'sh, teng AK bilan LB, u ham teng ND ga, mana bunga ND ga, xo'sh, u ham teng MC ga. MC ga. Ana endi, xo'sh, demak,
Yana qaysilar? K N qirra. L M qirra. L M A D va B C. 12 ta qirrasi bor o'quvchilar o'zi. Xo'sh, shundan 4 tasi bir-biriga teng, 4 tasi va yana 4 tasi bir-biriga teng. Xo'sh, bu ikkinchi bir xillik edi. Endi L K bu teng M N ga, bu ham teng B A ga, bunisi ham teng C D ga. Xo'sh, D shartiga aytyaptiki, bir-biriga teng bo'lgan barcha yoqlarini yozing debdi. Xo'sh, barcha yoqlar degan payt mana bu to'rtburchakni so'rayapti. Xo'sh, yoqlari K N D A mana bu bilan teng ekan. L M C B. Xo'sh, qaysilarni yozganimni tushuntiraman, qarang. K N D A mana shu oldinga qarab turgani, mana shu yuza, mana bu va buni orqasi L M C B. Demak, bular ikkalasi bir-biriga teng. Endi mana bu devori bilan bu devori L K A B teng M N D C ga. Xo'sh, endi buni tushuntiraman, qarang. L K A B devori mana bu. Xo'sh, bunisi M N D C mana bu. Xo'sh, mana bu yoqi bilan mana bu yoqi bir-biriga teng. Xo'sh, va tepasi va osti qoldi. Mana bu L K N M L K bir boshdan harflarni joyini o'zgartirmasdan yozish kerak. L K N M N M. Xo'sh, B A D C. Demak, B A D C. A B C D deyish ham mumkin, B A D C deyish ham mumkin. Xo'sh, nima uchun men B dan boshladim? Mana buni L dan boshlaganim uchun buni ham B dan boshladim. Xo'sh, demak, bitta, ikkita, uchta, demak, jami o'zi 6 ta yoqi bor. Har ikkitasi bir-biriga teng. Xo'sh, 12 ta qirrasi bor. Har 4 ta qirrasi bir-biriga teng va 8 ta uchi bor. 5-masala, sirk uyullari uchun kub shaklidagi simli karkas yasaldi. Bu kub qirralarining uzunligi 130 cm bo'lsa, uni yasashga qancha sim ketgan? Xo'sh, demak, sirk uyullari uchun kub shaklidagi simli karkas yasalibdi. Bu kub qirralarining uzunligi 130 cm bo'lsa, uni yasashga qancha sim ketgan? Xo'sh, demak, shu kubni rasmini chizamiz. Xo'sh, mana o'quvchilar, demak, kub shaklidagi simli karkas rasmini chizib oldim. Aytyapti, buning qirrasi uzunligi 130 cm. Kub bo'lganligi uchun hamma qirralari 130 cm dan bo'ladi. Demak, bu tomoni ham, balandligi ham hammasi 130 cm ga teng bo'ladi. Aytyapti, mana shuni yasash uchun qancha sim ketgan? Xo'sh, biz bilamizki, kubda yoki to'rtburchak parallelipedda 12 ta qirra bo'ladi. Har bittasiga 130 cm ketgan bo'lsa, 12 ta qirra uchun necha santimetr sim ketganligini topamiz. Xo'sh, demak, 130 ni ko'paytiramiz 12 ga. 2 kara 0 0, 2 kara 3 6, 2 kara 1 2. Xo'sh, 1 kara 0 0, 1 kara 3 3, 1 kara 1 1. Qo'shamiz. 0 6 5 1. Demak, simli karkas yasash uchun unga 1560 santimetr sim kerak bo'lar ekan. Javob 1560 santimetr yoki, xo'sh, demak, 15 metru 60 santimetr sim kerak
bo'lar ekan. 6-misol, misollarni yeching. Ingichka yog'och yoki sim ustida yura oladigan sirk artisti qanday atalishini bilib oling debdi. Xo'sh, demak, mana bu yerdagi ifodalarning qiymatini topamiz. Xo'sh, javobi mana bu yerdagi qaysi sonlar to'g'ri kelsa, harflarni moslashtirib yozamiz. Birinchi 45 ni 5 ga ko'paytirib qo'shish kerak ekan 6599 ni. Xo'sh, 5 kara 5 25, 4 kara 5 20, 2 tildagi bilan 22. Qo'shamiz shunga 6599 ni. Xo'sh, 5 ga 9 14 4, 2 ga 9 11 bir tildagi bilan 12, 2 ga 5 7 bir tildagi bilan 8, 6 6824. Xo'sh, B harfi ekan. Ikkinchisi 6000 ayrilgan 340 bo'lingan 17. Xo'sh, 6000 dan ayiramiz. 340 ni 17 ga bo'lsak 20. Demak bu 0, undan 2 ketsa 8, demak 9, 5. 5980. 5980 V harfi ekan. 3-misol 72000 bo'lingan 63000 bo'lingan 70. Xo'sh, demak 72000 ni bo'lamiz qavsni ichidan chiqqan natijaga. 63000 ni 70 ga bo'lsak, demak 630 ni ichiga 9 marta 900 ekan. 72000 ni 900 ga bo'lsak, xo'sh, 80. Demak, buning qiymati 80, I harfi ekan. 4-misol 10087 ayrilgan 50000 bo'lingan 25. Xo'sh, 10087 dan ayiramiz. 5000 ni 25 ga bo'lsak 2000. 50000 ni 25 ga bo'lsak 2000. Xo'sh, 7 dan 0 ketsa 7, 8 dan 0 ketsa 8. Xo'sh, 0 dan 0 ketsa 0, 10 dan 2 ketsa 8, 8087. Xo'sh, mana bu yerga K harfi. Xo'sh. 5-misol 180 ga qo'shish kerak ekan 330 ni, ayirish kerak 14 kara 20 ni. 180 ga 330 ni qo'shsak, demak 510. 510 ni ayiramiz 14 kara 20 ni 280. Xo'sh, 0 dan 0 ketsa 0, 11 dan 8 ketsa, demak 4. Xo'sh, bu yerda 4 qoldi, 4 dan 2 ketsa 2. 240. 240. Xo'sh, 240 yo'q ekan, bu yer xato qildimmi? 0 dan 0 ketsa 0, 11 dan 8 ketsa 3 qo'shdi. Demak, 11 dan demak 0, 3, 2, 230. 230 ga L harfi. 6-misolimiz. Demak, 2478 dan ayiramiz 3000 bo'lingan 5 ko'paytirilgan 4 ni. Xo'sh, 2478 ayrilgan 3000 ni 5 ga bo'lsak 600, 600 ni 4 ga ko'paytirsak 2400. Demak, buning natijasi 78. 78, 78 bu yerda 78 yo'q. Xo'sh, mayli, shuna tursin. Menimcha xato qilmadik. Mana bu yerda I. 7-si. Xo'sh, 6200 qo'shilgan 812 bo'lingan 4 ko'paytirilgan 3. Xo'sh, 6200 ga qo'shamiz. 812 ni 4 ga bo'lsak 203, 203 ni 3 ga ko'paytirsak 609.
qo'shamiz. 6809. 6809. Demak, mana bunga R harfi. 8-misol. 8400 bo'lingan 7 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 2. Demak, 8400 ni bo'lamiz 28 ga, ko'paytiramiz 2 ga. 8428 bo'lsak, demak 84 ni ichiga. Xo'sh, 84 ni ichiga 28 3 marta bor. Keling, mana bu yoqqa bo'lib olaylik. Qo'shimcha doskamizga 8400 bo'lingan 28. Xo'sh, demak 84 ni ichiga 3 tadan beraylik. 3 kara 8 24 6. Xo'sh, 300 bo'lar ekan. Demak 300 ni 2 ga ko'paytirsak 600. 8-misolimiz edi bu. 600 ga, xo'sh, S harfi 600 bor edi. Mana bu S harfi. Xo'sh, 9-misolimiz 2500 bo'lingan 5 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5. Xo'sh, 2500 ni bo'lamiz. 5 kara 4 20. 20 ni 5 ga ko'paytirsak 100. Xo'sh, buning qiymati 25. 25 ga T. Xo'sh, 80 ga I dedik. Xo'sh, bitta oxirgisi qoldi. 10-misolimiz 240 qo'shilgan 18 kara 3 ko'paytirilgan 5. Demak, 240 ga qo'shamiz 18 kara 3 54. 54 ni 5 ga ko'paytirsak, xo'sh, 54 ni 5 ga ko'paytirsak 270. Demak, bu 510 ga teng. Xo'sh, xo'sh, bizaga 78 soni kerak bo'lmadi, ya'ni N harfi kerak emas ekan. O'qiymiz. Ekvilibrist. Xo'sh, demak, ingichka yog'och yoki sim ustida yura oladigan sirk artisti ekvilibrist deyilar ekan. Demak, yozamiz. Ekvilibrist. Demak, yog'och yoki sim ustida yura oladigan sirk artisti ekvilibrist deb nomlanar ekan. Demak, bu bizning ham lug'atimizga yangi so'z hosil bo'ldi. 7-masala. Sirkdagi tomoshabinlar uchun qo'yilgan o'rindiqlar sektorlarga bo'lingan. Arena atrofida jami 8 ta sektor bor. 3 ta sektorda 75 tadan, yana 2 tasida 63 tadan tomoshabin o'tiribdi. Xo'sh, agar tomoshaga jami 573 ta chipta sotilgan bo'lsa, qolgan 3 ta sektorda nechta tomoshabin o'tiribdi? Xo'sh, demak, tomoshabinlar uchun qo'yilgan o'rindiqlar sektorlar, ya'ni bo'laklarga bo'lingan deyapti. Xo'sh, ko'rgan bo'lsak, mana bunday shaklga bo'ladi o'rinlar. Mana bunday. Xo'sh, o'rindiqlar mana bunday joylashib boradi. Mana shunday joylashib boradi. Ya'ni bu yerda 5 ta bo'lsa, keyingisi 7 ta, keyingisi 9 ta, 11 ta, 13 ta va hokazo sektor mana shu sektorlarga bo'lingan deyapti. Shunaqa 8 ta sektor bor ekan. Xo'sh. 3 ta sektorda 75 tadan, yana 2 tasida 63 tadan tomoshabin o'tiribdi. Agar tomoshaga jami shuncha sotilgan bo'lsa, qolgan 3 ta sektorda nechta tomoshabin o'tiribdi? Xo'sh, demak, 3 ta sektorda uchta sektorda 75 tadan, xo'sh, ikkitasida, ikkita sektorda 63 tadan,
odam o'tiribdi. Xo'sh, agar tomoshaga jami 573 ta chipta sotilgan bo'lsa, qolgan 3 ta sektorda nechta tomoshabin o'tiribdi? Xo'sh, qolgan 3 ta sektorda odamlar sonini topish so'ralyapti. Jami odamlar soni esa 573 ta sig'ar ekan. Xo'sh, jami 573 ta chipta sotilgan. Xo'sh, demak, qolgan 3 tada nechta odam o'tirganligini topish kerak. 3 ta sektorda 75 tadan bo'lsa, demak, har birida 75 ta bo'lsa, 3 tasida nechta o'tirganligini topish uchun 75 ni ko'paytiramiz 3 ga. Xo'sh, 5 kara 3 15 ni 5i 21 22. Demak, 3 ta sektorda 225 ta. Ikkitasiga 63 tadan bo'lsa, har biriga 63 tadan bo'lsa, 63 ni. Demak, 63 ni ko'paytirsak 2 ga 126 ta odam ikkita sektorga o'tirgan. Xo'sh, qolgan 3 ta sektordagi odamlar sonini toping deyapti. Demak, jamisidan 573 ta chipta sotilgan edi. Shundan ayiramiz. Kelgan odamlar sonini 225 qo'shilgan 126 ni. Xo'sh, 573 ayrilgan 5 ga 6 ni qo'ysak 11 ni 1, 2 ga 2 4, bir dildagi bilan 5, 2 ga 1 3. Ayiramiz. 3 dan 1 ni ayirsak 2, 7 dan 5 ketsa 2, 5 dan 3 ketsa 2. Demak, qolgan 3 ta sektorga 222 ta odam o'tirgan. Javob 222 nafar odam qolgan 3 ta sektorda bo'lgan. 8-masalani o'qiyman o'quvchilar. Masxarabozlar 3 xil rangli yashil, qizil va ko'k tasmalarni bitta qilib bog'lashdi. Uning uzunligi 21 metr chiqdi. Xo'sh, mana shunday tartibda bog'lashgan. Keyin bir masxaraboz bu tasmadan yashil tasmaning o'rtasidan ko'k tasmaning o'rtasigacha bo'lgan qismini kesib oldi. Uning uzunligi 12 metr chiqdi. Qizil tasmaning uzunligi qancha? Xo'sh, demak, masxarabozlar yashil, qizil, ko'k tasmalarni bitta qilib bog'lashdi. Demak, bitta qilib bog'lashgan. Uning uzunligi 21 metr chiqqan. Demak, mana shu tasmaning jami uzunligi 21 metr ekan. Keyin bir masxaraboz bu tasmadan yashil tasmaning o'rtasidan, demak, mana bu yerdan, o'rtasidan, xo'sh, ko'k tasmaning o'rtasigacha, demak, mana shu yergacha bo'lgan qismini kesib oldi. Demak, mana bu yog'i deyapti 12 metr chiqdi. Qizil tasmaning uzunligi qancha bo'lgan? 12 metr. Xo'sh, demak, o'rtasidan kesib olgan payt ikkalasini ham qarang. O'zi 21 metr edi bog'langan payt. Shundan 12 metr kesib olindi. 21 dan 12 ni ayirsak, demak, 9 metr qolgan. Demak, mana bu yeri bilan bu yeri 9 metrga teng ekan. Xo'sh, endi aytyapti, qizil tasmaning uzunligini toping. Xo'sh, qarang, yarmisi, qarang, mana bu yog'i bilan bu yog'i yarmisi 9 metr bo'lsa, demak, mana bu yer qolgan yarmisi ham ikkalasi birgalikda 9 metr bo'ladi. Xo'sh, jamisi o'zi 12 metr edi, kesib olingani, qarang, mana bu ko'kni yashilni yarmisi bilan ko'kni yarmisi ayirgan paytimiz 9 metr chiqqan edi. Demak, bu yo'q yarmisi ham ikkalasini yig'indisi 9 metr bo'ladi. Demak, 12 dan ayirsak 9 ni, qizil tasmaning uzunligi 3 metr ekanligi kelib chiqadi. Xo'sh, menimcha tushunarli bo'ldi, o'quvchilar. Xo'sh, keling boshqadan tushuntiraman. Aytyapti, mana 3 xil rangdagi tasma bor. Mana bu yerdan bu yog'i ko'k. Xo'sh, qizil.
Bunisi esa yashil. 3 joydan bog'langan. Jami uzunlik 21 metrga teng, ya'ni uchalasining uzunligi 20 metrga teng. Xo'sh, ko'kning o'rtasidan va yashilning o'rtasidan mana shuncha joy kesib olindi. Xo'sh, mana bu qizilni uzunligini topish buyurilgan bizga. Xo'sh, o'zi aytib o'tiribdi, o'rtasidan kesib oldi deyapti. Kesib olgan qismini ayirib tashlasak, mana bu ko'kni qolgan yarmi-yu yashilning qolgan yarmi necha metr ekanligi kelib chiqadi. Xo'sh, mana 21 dan 12 ni ayirdik. Ko'k bilan yashilning yarimlari 9 metr chiqdi. Demak, biz kesib olgan joy 12 metr edi. Bu tomonga ham ko'kni yarmi, yashilni yarmi qolgandi. Demak, shu yarimlarni 9 metr desak, mana bu qizilning uzunligi 12 dan 9 ni ayiramiz, 3 metr ekanligi kelib chiqadi. 9-misol o'quvchilar, amallar tartibiga rioya qilgan holda hisoblang. Xo'sh, demak, amallar tartibiga rioya qilgan holda hisoblaymiz. Birinchi ish ayiramiz, ikkinchi ish bo'lamiz, uchinchi ish ko'paytiramiz, to'rtinchi ish bo'lamiz, beshinchi ish qo'shamiz, oltinchi ish ayiramiz. Xo'sh, boshladik. Birinchi ish 456 dan ayiramiz 398 ni. 16 dan 8 ketsa 8, bu yerda 4 qoldi. 14 dan 9 ketsa 5. Xo'sh, bu yerda 3 qoldi. Demak, 58 chiqdi. Ikkinchi ish 81 mingni bo'lamiz 27 ga. Xo'sh, 81 necha? 27, 3 martaba. 3 kara 7 21, 3 kara 2 6, 2 dildagi bilan 8. Xo'sh, mana bu 3 ta nolni orqasiga ko'chiramiz. 3000. Xo'sh, uchinchi ish 37 ni ko'paytiramiz. Birinchi ish natijasi 58 ga. 8 kara 7 56 dan 65 dilda, 3 kara 8 24 29, 5 kara 7 35, 5 kara 3 15 18. Qo'shamiz. 6 14. Xo'sh, 10 ni noli bir dildagi bilan 11, 1 2 2146. Xo'sh, to'rtinchi ish bo'lish amali. 216 ni bo'lamiz 6 ga, 21 nechiga? 2 marta bu. Yo'q, 3 marta bu. 3 kara 16 18, ayirsak 3, 36 nechiga? 6 marta bu. Xo'sh, demak 36 chiqdi. Beshinchi ish ikkinchi ishni natijasiga, ya'ni 3000 ga qo'shamiz. Uchinchi ish natijasi 2146 ni. 2146. Xo'sh, 6 4 1 5. 5146. Endi 6-chi ish mana bu sonni ayirib yuboramiz. 5146 dan ayiramiz 36 ni. Xo'sh, 0 1 1 5. Demak, mana bu misolimizning qiymati 5110 ga teng bo'ladi. 10-masala. Qirrasining uzunligi 8 cm bo'lgan 25 ta bir xil kubdan minora yasaldi. Bu minora qanday balandlikka ega? Xo'sh, mana bu yerda kub rasmini chizib oldim o'quvchilar. Aytayapti, qirrasining uzunligi 8 cm bo'lgan 25 ta bir xil kubdan. Demak, mana shunaqa kubdan 25 ta bor. Hammasi ustma-ust qo'yilib, demak ustma-ust qo'yilib, 25 tasi ustma-ust qo'yilgan. Qanday balandlikka ega bo'lgan minora hosil bo'ldi deyapti. Mana bir donasini uzunligi 8 cm bo'lsa, shundan 25 dona bor. Demak, 25 ni 8 ga ko'paytirsak 200 cm yoki 2 metr balandlikdagi minora paydo bo'ldi. Demak, javob 2 metr balandlikka ega bo'lgan minora. 2 metr minora balandligi.
Xo'sh, demak, bu minora qanday balandlikka ega bo'ldi desa, 2 metr balandlikka ega bo'ldi. Bir donasi 8 santimetr bo'lsa, 25 tasi ustma-ust qo'yilgan payt qancha bo'lishini topish uchun ko'paytirib yubordik. Bu 200 santimetr chiqdi, metrga aylantirsak 2 metrga teng. Xo'sh, bu mavzumizning o'quvchilar eng oxirgi masalasi edi. Agar qaysidir misollarga, masalalar kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsam, sizlardan uzr so'rayman.